Allo, dugonajon. Va nihoyat iPhone'lik ham bo'lding. Rosa xursand bo'lgandirsan. Senga juda ham havasim kelyapti. Baxtlidirsan, ha? Ha? Butikdan ko'rgan ko'ylaklarimizni ham oldingmi? Qaysini? Ana kiyib ko'rgan qizilnimi? Senga rosa ham yarashgandi. Ha. Juda ham yarashgandi senga. Juda ham havasim kelyapti. Manerimmi? Manerim bilasan-ku, men uchun doim sog' salomat bo'lsalar bo'ldi. Bilasan-ku, qanchalik yaxshi ko'raman erimni. Menga doim sog' salomat bo'lsalar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Yashang. Voy, dadajon, siz keldingizmi? Ha, kel. Kelganingizni sezmay qolibman. Shunday deb. Kiyimlaringizni almashtirib chiqing, men ovqat suzaman. To'xta, onasi. Qo'y ovqat yeymi. Bor chiroyli kiyimlaringni kiy. Restoranga borib ovqatlanamiz er-xotin. Birato'la qaytishda ana bu butikka kiramiz, alaykum ko'rgan ko'ylagingni olamiz, xo'p? Shunaqa deyishim kutyapsan-da sen, maymun. Telefoningni puli yo'q 2 kundan beri. Nima artistlik qilyapsan menga? Deganachan, kim nima qiladi deb. Bor, yo'qol, ovqatingni. Qo'ligan bir ovqatlanaylik. Xo'p.